Neoline 8800 Wi-Fi Black. Bu pamexda, bu realniy pamex bu. Agar hozir Silverstone bo'lsa, shunaqa pamex olmaydi. Joq qo'yish qiyin-da, bor-ku. Hali ham ushlab turibdi, qaranglar. Hali ham ushlab turibdi. Bu ushlab turaveradi, bu minutlab ushlab turadi. Pamex deganni-chi sizlarga ko'rsatib beraman. Bir necha sekund desam ekan, bir 10 sekunddan oshmasa-chi bu normalda. Masalan 7 sekund, 6 sekund, 5 sekund это уже normal. Radar detektor hammasi pamex olishi mumkin aziz do'stlar. Lekin nisbat degan so'z bor. Shuni esdan chiqarmanglar. Nisbatan Silverstone F1 kompaniyasi pamexni ancha kam oladi Neoline'ga nisbatan. Hali ko'pchilik so'ragan, solishtirib bering, qaysi biri zo'r deb, qaysi birini ozishimiz kerak, ishlatib maza qilib bir baraka topamiz deyshadi. Ya'ni bir pamexlarga himoyasi kuchli, radarlarni ham yaxshiroq. Endi qaranglar, signaturniy rejim turibdi bolalar. Rejim signaturniy. Hikvision deyapti endi. Bunga nima deysizlar endi? Shahar ishlamiz. Bu ochiq turibdi Doppler Pro Wi-Fi. Mana Hikvisionni bo'lyapti. Kimga olyapti Hikvision deb? Qanaqa mashinaga olyapti? Endi multiradar deyapti. Voy dot, mana qaranglar. Bu qanaqa bo'ldi bu yo'q endi? Neoline'chilar. Neoline'ni ishlatadiganlar do'stlarimiz, sekin boshqa radar detektorga ham ishlatib ko'ringlar. Haligi Mastava bilan osh degandek osham yeb ko'ringlar bir. Endi ja Rolton demayman-da, Rolton desam shu iBox o'qitib qoladi. Ko'ringlar mana qanaqa ishlayapti, o'zinglar multiradar deyapti mana. Kimga multiradar deyapti bu? Bo'pti multiradar shahar ichi bo'lsa, multiradar yo'q bo'lsa. Hayronman. Hozir mana signaturniy rejim turibdi. Hozir bossam trassa deydi. O'zinglar bilasizlar, rejimni almashadi. Qaranglar, bossam trassa deydi. Chunki trassaga o'tadi, signaturniy turibdi. Sizlar ko'rinmayapti-ancha, signaturniy turibdi bu. Bolalar. Ko'ryaptimi? Balkim ko'rayotgandir. Signaturniy rejimda bossam trassa deydi. Trassa. Trassaga o'tdi. X-skopga o'tdi. Signaturniy. Bu shahar rejimida signaturniy yurish kerak o'zi. Endi qaranglar. Hozir yana oladimi, yo'qmi? Pamex nima deb o'ylaysiz? Menimcha pamex yana oladi. Chunki biz bilamiz, ko'p testlarimizdan bu isbotlangan. Bu qayerdadir ko'rsatib, Sochi Pro'ni test qilyapsizlar, Sochi Z'ni test qilyapsizlar. O 7500 qilyapsizlar, aktualniy bo'lgan. Hozirda mana shu aktualniy maqtayotgan, maqtadinglar-ku sizlar ikkalasini, "Men bu zo'r" deb maqtadi bittasi. Buni olmayin deb saytlardan olib, gruppaga tashab, "Men bitta yomonlagan mana" deb turib, zakazno video qilingan roliklarni tashab berishdi gruppaga, odamlarni loq qilishdi. Misol uchun. Lekin mana sizlarga men o'shani o'zim taqqoslab beraman. Kerak emas bir chet ellik boshqa bir roliklarga ishonish. Mana sizlarga o'zim ko'rsatib beraman. Bu zakazno rolik. Men sizlarga Primo efirda qilib berdim. Primo efirda uni ishlashini ko'rsatib berdim. O'sha qanaqa pamex qilayotganlarni YouTube'da turibdi. Primo efirimizni skajat qilib qo'yib qo'yganmiz. Men nima demoqchiman? Haqiqatga tikka boqinglar-da. Odamlarni aldamanglar, to'g'risini ko'rsatinglar. Faqat sizlarning kanalda yaxshi ishlagan chiqaveradi. Nimaga? Masalan, orqasidan olmaganini biron marta ko'rsatganmisizlar? Orqasidan olmayapti deb ko'rsatganmisizlar biron marta? Yo'q, ko'rsatmagansizlar. Men ko'rmagan bunaqa videolarni. Videolarni ko'rmagan bunaqa orqasidan olmay qoldi. Mana kardonni orqasidan olmayapti, o'tgandan keyin otdi. Lochinni o'tgandan keyin otdi. Degan videolar bormi? Afsuski yo'q unaqa videolar sizlarning. Chunki sizlar faqat shikolatni chiqarishinglar kerak, maqtashinglar kerak. Zo'r nomer 1 deb maqtashinglar kerak. Chunki bilamiz nimaga maqtashingiz kerak. Yaxshisi siz kamchiligini ham ko'rsating, plusini ham minusini ham ko'rsating. Undan ko'ra minuslarni to'g'rilab bersin, mana pamexlarni yo'qotib bersin. Pamex qarang. Pamexga chidab bo'lmaydi-ku, ha? Tiqilib yotdi pamex. Hali insofi hammani o'ziga bersin. Hozir multiradar dedi, Hikvision dedi, Cardon dedi, boya Lochin deganda, uni kamerani yo'qolmay qoldim. Kamera GoPro ilinmaganda bu yoqda. GoPro'ni ilib, kamerani yo'qolgan deguncha ozgina vaqt ketdi. 1-2 minut vaqt ketdi.
yo'lda edim, rulda edim. Shu uchun ham qo'ya olmadim GoPro'ni. Endi hozir qo'ydim GoPro'ni, lekin lochinni afsuski ko'rsata olmadim sizlarga. Qisqasi aziz do'stlar, radar detektor yomon emas, lekin bu yaxshi undan. Buni zborkasi, kачествоsi ancha aqlli ekan. Men o'zimda shuni tanamda his qildim, ko'zim bilan ko'rdim. Sizlarga ham yaxshi narsani maslahat beraman. Dizayni ham chiroyli. Displeysi kichkina, узкий mana. Displeysi katta buni displeysi. Svetnoy displey bu ham. Lekin bu eskicha displey, svetnoy eskicha. Bu yangicha displey. Bu tiniq ko'rsatadi. Tushunasizlarmi? Farqlari ko'p, debollar. Farqlari ko'p. Xullas shunaqa gaplar. O'zinglar uchun bilib olinglar. Hali oldimizda ajoyib videolar bo'ladi. Davom etamiz.